Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun men pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan, ko'pchilik bilmay qolayotgan, bilganlar esa ko'pincha o'z vaqtida talab qilmagani uchun pulidan ayrilayotgan masalani tushuntiraman. Gap pensiyaga qo'shib berilishi mumkin bo'lgan qo'shimcha to'lovlar, ustamalar va qayta hisob-kitoblar haqida ketadi. Bu ma'lumot nafaqat hozir pensiya olayotganlarga, balki yaqinlari pensiyani bo'lgan har bir oilaga tegishli. Men sizdan videoni boshidayoq bitta narsani so'rayman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, like bosing va bu videoni ota-onangiz, buvingiz, bobongiz yoki pensiya yoshiga yaqinlashayotgan tanishlaringizga yuboring. Chunki bitta arza, bitta hujjat yoki bitta tekshiruv tufayli pensionerning oylik daromadi oshishi mumkin. Ba'zan bu pul kichik ko'rinadi, lekin pensioner uchun har oy keladigan 100 ming, 200 ming, 300 ming so'm ham dori-darmon, kommunal to'lov yoki oziq-ovqatga katta yordam bo'ladi. Men avvalo vaziyatni oddiy qilib tushuntiraman. Ko'pchilik pensionerlar shunday o'ylaydi. Pensiya bir marta tayinlandi, endi davlat qancha chiqarsa shuncha olaman. Hech narsani so'rab bo'lmaydi. Mana shu fikr eng katta xatolardan biri. Pensiya tayinlangandan keyin ham ayrim hollarda unga qo'shimcha to'lovlar qo'shilishi, ayrim hujjatlar asosida qayta hisoblanishi yoki belgilangan ustamalar berilishi mumkin. Oldin ko'p jarayonlar qog'oz hujjatlar orqali yurardi. Inson ishlagan joydan ma'lumotnoma olib kelardi. Arxivdan ish staji haqida hujjat topardi. Ish haqi bo'yicha dalillarni yig'ardi. Keyin pensiya jamg'armasiga murojaat qilardi. Hamma narsa hujjatga bog'liq edi. Hujjat yo'q bo'lsa, staj ham hisobga olinmasligi mumkin edi. Ish joyi yopilib ketgan bo'lsa, arxivdan topish kerak edi. Arxivda ma'lumot to'liq bo'lmasa, odam yillar davomida ishlagan bo'lsa ham pensiya hisobida bu davr ko'rinmay qolardi. Hozir esa ko'p ma'lumotlar elektron bozorga o'tkazilmoqda. Ish staji, ish haqi, sug'urta badallari, mehnat daftarchasi, soliq va bandlik ma'lumotlari bosqichma-bosqich raqamlashtirilgan. Bu yaxshi tomoni. Lekin amaliyotda muammo shundaki, elektron bozordagi ma'lumotlar har doim ham to'liq yoki xatosiz bo'lmaydi. Masalan, odam 1995 yildan 2003 yilgacha zavodda ishlagan, lekin bazada faqat 1999 yildan keyingi davr ko'rinadi. Yoki ayol bolani parvarish qilgan, davrini stajga qo'shtirishi kerak, lekin hujjat topshirmagani uchun bu davr hisobga olinmagan. Yoki nogironligi, urush o'rta mehnati faxriy maqomi. Yolg'iz yashashi yoki qaramog'idagi shaxslar bo'yicha qo'shimcha huquqi bor, lekin o'zi bilmagani uchun talab qilmagan. Mana shu joyda yashirishmoqda degan og'ir gap nimani anglatadi? Men buni shunday tushuntiraman. Ko'p pensionerga uning o'zi so'ramaguncha sizda yana bunday ustama olish huquqi bor deb alohida batafsil tushuntirishmaydi. Ba'zan xodimlar hammasini izohlab o'tirmaydi. Ba'zan pensioner navbatdan charchaydi. Savol berishga uyaladi. Ba'zan esa oila a'zolari ham pensiya chiqyapti-ku, demak hammasi to'g'ri deb o'ylaydi. Natijada odam o'ziga tegishli pulni olmay yurishi mumkin. Endi men eng muhim savolga javob beraman. Kimlar o'z pensiyasini tekshirtirish kerak? Menimcha, birinchi navbatda pensiyasi juda kam chiqayotgan pensionerlar tekshirishi kerak. Ayniqsa odam uzoq yil ishlagan bo'lsa-yu, pensiyasi minimal darajaga yaqin bo'lsa, bu albatta savol tug'diradi. Hamma holatda xato bor deb bo'lmaydi, lekin tekshirtirish zarar qilmaydi. Chunki pensiya miqdori, ish staji, ish haqi, hujjatlarning to'liqligi, imtiyozli davrlar, ustamalar va qonunchilikdagi o'zgarishlarga bog'liq. Masalan, birinchi hayotiy vaziyatni olaylik. 18 yoshli otaxon 32 yil ishlagan. U maktabda qorovul, keyin omborda ishchi, keyin qurilish tashkilotida haydovchi bo'lib ishlagan. Pensiyasi 1 million 7 ming so'm atrofida. Oila a'zolari qarasa, 32 yil ishlagan odam uchun bu kamdek tuyuladi. Tekshiruvda ma'lum bo'lishi mumkin, mehnat daftarchasida 7 yillik davr bor. Lekin ish beruvchi yopilib ketgani uchun bazada ma'lumot yo'q. Agar arxivdan tasdiqlovchi hujjat topilsa, shu davr stajga qo'shilishi mumkin. Natijada pensiya qayta hisoblanadi. Har oy qo'shimcha 1 ming so'm chiqsa ham, 1 yilda 1 million 800 ming so'm bo'ladi. Bu pensioner uchun oddiy raqam emas. Ikkinchi vaziyat, 12 yoshli ayol umrining katta qismini uyda bola tarbiyasi bilan o'tkazgan, keyin tikuvchilik sexida ishlagan. Pensiyaga chiqqanda faqat rasmiy ishlagan davri hisoblangan. Lekin ayrim hollarda bolani parvarish qilish davrlari mehnat stajiga ma'lum tartibda qo'shilishi mumkin. Buning uchun farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari,
Nikoh hujjati. Yashash joyi bo'yicha ma'lumot yoki boshqa tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Ayol bu huquqni bilmasa, pensiyasi kamroq chiqadi. Bilsa va hujjatlarni to'g'ri topshirsa, pensiya miqdori o'zgarishi mumkin. 3-vaziyat. Pensioner nogironlik guruhi bo'yicha qo'shimcha ustama olish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Lekin nogironlik hujjati yangilanganini yoki maqomi o'zgarganini pensiya jamg'armasiga yetkazmagan. Odam shunday o'ylaydi. Nogironlikni tibbiy komissiya belgiladi. Demak, hamma joy avtomatik biladi. Amalda esa har bir holatda ma'lumot bazalari o'rtasida to'g'ri tushganini tekshirish kerak. Agar tizimda kechikish bo'lsa, ustama vaqtda qo'shilmasligi mumkin. Men pensionerlarga doim aytaman. Yangi hujjat oldingizmi? Maqomingiz o'zgardimi? Oilaviy holatingiz o'zgardimi? Qaramog'ingizda kishi bormi? Bularni albatta rasmiy tartibda bildiring. 4-vaziyat. Odam pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etgan. Ko'pchilik bunday holatda men baribir pensiya olayapman, keyingi ishlagan yillarim hech narsaga ta'sir qilmaydi deb o'ylaydi. Aslida ayrim hollarda keyingi ishlagan davrlar to'langan ijtimoiy soliq yoki ish haqi ma'lumotlari pensiyani qayta ko'rib chiqish masalasini tug'dirishi mumkin. Bunda hammasi aniq qonuniy tartibga bog'liq. Lekin pensioner ishlayotgan bo'lsa, o'z hisobidagi ma'lumotlarni tekshirtirishi kerak. Ish beruvchi rasmiy to'lovlarni to'layaptimi? Ish haqi bazada ko'rinyaptimi? Mehnat shartnomasi qayd etilganmi? Bular muhim. 5-vaziyat. Yolg'iz yashaydigan keksa inson bor. Uning yaqin qarindoshlari boshqa hududda yoki chet elda. Ba'zi to'lovlar ijtimoiy himoya, mahalla, tibbiy holat yoki alohida maqom bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Odam uydan chiqa olmaydi, navbatda tura olmaydi, telefonda tushuntirib bera olmaydi. Natijada unga tegishli yordamlar, kompensatsiyalar yoki qo'shimcha ijtimoiy to'lovlar o'z vaqtida rasmiylashtirilmaydi. Bu yerda farzandlar, qo'shnilar, mahalla faollari befarq bo'lmasligi kerak. Chunki pensionerning o'zi hamma hujjatni yugurib yig'olmaydi. Kimlar xavotir olishi kerak? Men aniq ro'yxat qilib aytaman. Birinchidan, pensiyasi uzoq yillik stajga nisbatan juda past bo'lganlar. Ikkinchidan, mehnat daftarchasida eski, o'qilishi qiyin yoki muhrlari xira yozuvlar borlar. Uchinchidan, 1990 yillar va 2000 yillar boshida bir nechta korxonada ishlaganlar. To'rtinchidan, korxonasi yopilib ketgan yoki nomi o'zgarganlar. Beshinchidan, bolani parvarish qilgan davri harbiy xizmat. O'qish davri yoki boshqa maxsus davrlari pensiya hisobida bor yo'qligini bilmaydiganlar. 6-dan, nogironlik, faxriy alohida xizmat, zatarli sharoitda ishlash kabi imtiyozli maqomlarga ega bo'lganlar. 7-dan, pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaganlar. Kimlar kamroq xavotir olishi mumkin? Agar pensioner yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsa, barcha hujjatlari elektron bazada to'liq ko'ringan bo'lsa, ish haqi va staj bo'yicha hisob-kitobni olgan bo'lsa, unga pensiya jamg'armasi tomonidan batafsil tushuntirish berilgan bo'lsa, qo'shimcha maqomlari bo'lmasa, unda xato ehtimoli kamroq bo'lishi mumkin. Lekin men baribir kamida bir marta shaxsiy pensiya ishini tekshirtirishni maslahat beraman. Chunki hammasi to'g'ri bo'lsa kerak degan taxmin bilan men tekshirdim. Hammasi to'g'ri ekan degan ishonch bir xil narsa emas. Endi istisnolar, nozik joylar va ko'pchilik bilmaydigan masalalarga o'tamiz. Birinchi nozik nuqta, qo'shimcha to'lov hamma pensionerga avtomatik berilmaydi. Ba'zi ustamalar uchun alohida maqom kerak, ba'zilari uchun hujjat kerak, ba'zilari uchun ariza kerak, ba'zilari esa faqat muayyan shart bajarilganda qo'shiladi. Shuning uchun qo'shnimga qo'shib berishdi, menga ham berishsin degan yondashuv doim ham ishlamaydi. Har bir odamning pensiya ishi alohida ko'riladi. Ikkinchi nozik nuqta, hujjat borligi hali pul darhol qo'shiladi degan emas. Hujjat qonun talabiga mos bo'lishi kerak. Masalan, mehnat daftarchasida ishga qabul qilingan sana bor. Lekin ishdan bo'shagan sana yo'q. Yoki muhr o'qilmaydi, yoki korxona nomi keyinchalik o'zgargan, lekin voris tashkilot haqida ma'lumot yo'q. Bunday holatda qo'shimcha arxiv ma'lumotnomasi talab qilinishi mumkin. Pensioner esa men ishlaganman-ku deb ranjiydi. Men buni tushunaman. Lekin pensiya hisob-kitobi his tuyg'u bilan emas, hujjat bilan yuradi. Shuning uchun hujjatni isbot darajasiga yetkazish kerak. Uchinchi nozik nuqta, ariza berilgan sana muhim bo'lishi mumkin. Ba'zi holatlarda to'lovlar huquq paydo bo'lgan kundan emas, murojaat qilingan kundan yoki hujjat topshirilgan kundan boshlab hisoblanishi mumkin. Mana shu sabab pensionerlar yillar davomida kutib yurmasligi kerak.
Bugun bilib qoldingizmi? Bugun harakatni boshlang. Ertaga indinga vaqt topganimda deyish natijada pul yo'qotishga olib kelishi mumkin. 4-nozik nuqta. Pensiya miqdori oshishi ham ayrim holatda qayta tekshiruvda oldingi xatolar aniqlanishi ham mumkin. Men qo'rqatmoqchi emasman. Lekin halol aytishim kerak. Agar avval noto'g'ri hujjat asosida ortiqcha hisoblangan joy bo'lsa, tizim buni ham ko'rishi mumkin. Shuning uchun murojaat qilayotganda hujjatlar haqiqiy, to'liq va qonuniy bo'lishi shart. Hech qachon soxta ma'lumotnoma, noto'g'ri staj yoki tanish bilish orqali hujjat tayyorlashga urinmang. Bu pensionerga yordam emas, aksincha muammo keltiradi. 5-nozik nuqta. Ustama bilan kompensatsiya bir xil narsa emas. Pensiyaga qo'shiladigan ustama doimiy bo'lishi mumkin. Kompensatsiya esa ma'lum maqsad uchun, masalan, kommunal xizmatlar, ijtimoiy yordam, parvarish, sog'liq holati yoki boshqa alohida tartiblar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ayrim to'lovlar pensiya jamg'armasi orqali, ayrimlari mahalla yoki ijtimoiy himoya tizimi orqali, ayrimlar esa boshqa tashkilotlar orqali rasmiylashtiriladi. Shuning uchun faqat bitta eshikdan javob kutib o'tirmaslik kerak. Masalani qaysi idora hal qilishini aniqlash muhim. 6-nozik nuqta. Mening tanishimga berishdi degan gapni dalil deb bo'lmaydi. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odamlar bir-biridan eshitadi. Keyin hamma bir xil to'lovni talab qiladi. Lekin qo'shnining yoshi boshqa, staji boshqa, nogironlik guruhi boshqa, oilaviy holati boshqa, ishlagan joyi boshqa bo'lishi mumkin. Shuning uchun siz o'zingizning shaxsiy holatingiz bo'yicha yozma javob oling. Og'zaki gap esdan chiqadi, xodim almashadi, navbatdagi odam boshqacha tushuntiradi. Yozma murojaat va yozma javob esa keyingi bosqichlarda asos bo'ladi. 7-nozik nuqta. Pensiya ishida eski ish haqi ma'lumotlari juda muhim bo'lishi mumkin. Ba'zan odamning staji yetarli, lekin hisobga olingan ish haqi past bo'lgani uchun pensiya ham past chiqadi. Masalan, inson 1988 yildan 1993 yilgacha yaxshi maosh olgan, lekin hujjat yo'qligi sababli bu davr hisobga olinmagan. O'rniga keyingi pastroq maoshli davr asos bo'lgan. Agar arxidan ish haqi haqida ma'lumot topilsa, hisob-kitob o'zgarishi mumkin. Albatta, har doim ham katta farq chiqmaydi, lekin tekshirmasdan bilib bo'lmaydi. 8-nozik nuqta. Ayollar pensiyasida bolalar bilan bog'liq da'varlar, oilaviy holat va hujjatlarning mosligi alohida e'tibor talab qiladi. Tug'ilganlik guvohnomasida ona ismi qanday yozilgan, pasportdagi familiya nikohdan keyin o'zgarganmi, eski hujjatlarda ism sharif bir xilmi? Bularning hammasi ahamiyatli. Masalan, bitta hujjatda Gulnora, boshqasida Gulnara deb yozilgan bo'lsa, tizim buni bir odam deb avtomatik tanimasligi mumkin. Bunday paytda tuzatish, tasdiqlash yoki qo'shimcha hujjat kerak bo'ladi. Birinchi qadam, pensionerning barcha hujjatlarini bitta papkaga yig'ing. Pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, eski ish joylari bo'yicha buyruq nusxalari, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqidagi ma'lumotlar, harbiy xizmat hujjatlari, diplom yoki o'qish hujjatlari, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, nogironlik ma'lumotnomasi, faxriy yoki alohida maqom guvohnomasi bo'lsa, hammasini jamlang. Hujjat qanchalik tartibli bo'lsa, masalan tushuntirish shunchalik oson bo'ladi. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga yoki tegishli davlat xizmatlari orqali murojaat qiling. Murojaatda shunday mazmunda yozish mumkin: mening pensiya miqdorimni, ish stajimni, hisobga olingan ish haqi davrlarini, qo'shimcha ustama va to'lovlarga huquqim bor yo'qligini tekshirib berishingizni so'rayman. Bu juda muhim jumla. Faqat pensiyam kam deb aytmang. Aniq so'rang, stajni tekshiring, ish haqini tekshiring, ustamani tekshiring, qayta hisoblash asoslarini tekshiring. 3-qadam, og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Albatta yozma javob so'rang. Agar xodim sizga hech narsa chiqmaydi desa, hurmat bilan iltimos, shu javobni yozma tartibda bering deb ayting. Yozma javobda nima uchun qo'shimcha to'lov berilmasligi, qaysi hujjat yetishmasligi yoki qaysi norma asosida rad etilgani ko'rsatilishi kerak. Keyin siz aynan shu javob asosida kamchilikni to'ldirasiz yoki yuqori tashkilotga murojaat qilasiz. 4-qadam, eski ish joylarini alohida ro'yxat qiling. Qaysi yildan qaysi yilgacha qaysi korxonada, qaysi lavozimda ishlaganingizni yozing. Korxona nomi o'zgargan bo'lsa, eski va yangi nomini aniqlang. Korxona tugatilgan bo'lsa,
hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini so'rang. Tuman yoki viloyat arxiviga murojaat qilib, ishga qabul qilingan va ishdan bo'shatilgan buyruqlar, ish haqi vedomoslari, shaxsiy tarkib hujjatlari bo'yicha ma'lumotnoma oling. Ba'zan bitta arxiv ma'lumotnomasi bir necha yil stajni tiklab beradi. 5-qadam. Elektron ma'lumotlarni tekshiring. Ish staji, mehnat faoliyati va ijtimoiy to'lovlar bazada qanday ko'rinayotganini aniqlash kerak. Buni davlat xizmatlari, tegishli platformalar yoki mas'ul idoralar orqali bilish mumkin. Agar bazada xato ko'rsangiz, o'zi tuzalib qolar deb kutmang. Xatoni tuzatish bo'yicha murojaat qiling. Bazadagi bitta noto'g'ri sana pensiya hisobiga ta'sir qilishi mumkin. 6-qadam. Agar pensioner nogiron, yolg'iz, yoshi katta yoki harakatlanish qiyin bo'lsa, oiladan bir kishi mas'ul bo'lsin. Bugun o'g'li boradi, ertaga qizi qo'ng'iroq qiladi, indinga kelini boshqa gap aytadi. Bunday tarqoqlikda ish cho'ziladi. Bitta odam barcha hujjat, murojaat raqamini, javob sanasini, xodimning tushuntirishini yozib borsin. Har bir murojaatning nusxasini saqlang. 7-qadam. Rad javobi olsangiz ham darhol taslim bo'lmang. Rad javobini o'qing. Sababi hujjat yetishmasligimi? Unda hujjat toping. Sababi norma bo'yicha huquq yo'qligimi? Unda huquqshunos yoki pensiya jamg'armasining yuqori turuvchi organidan tushuntirish so'rang. Sababi bazada ma'lumot yo'qligimi? Unda arxiv yoki sobiq ish beruvchi orqali tasdiq izlang. Muammoning sababini aniqlamasdan berishmadi deb to'xtab qolish eng yomon yo'l. 8-qadam. Pul tushumlarini kuzating. Pensiya kartaga tushsa, har oy miqdorini yozib boring. Qachon oshdi, qachon kamaydi, qaysi oyda qo'shimcha tushdi, izohini bilishga harakat qiling. Ba'zan qo'shimcha to'lov bir martalik bo'ladi. Odam esa uni doimiy deb o'ylaydi. Ba'zan doimiy ustama qo'shiladi. Lekin pensioner farqni sezmaydi. Moliyaviy nazorat oddiy daftar bilan ham yuritilishi mumkin. 9-qadam. Hech kimga hujjatlaringizni ishonib topshirib qo'ymang. Men sizga ustama chiqarib beraman, falon pul berasiz degan odamlardan ehtiyot bo'ling. Pensiya masalasi rasmiy tartibda hal qilinadi. Hujjat topshirish, ariza berish, javob olish, arxivdan ma'lumot so'rash qonuniy yo'l bilan qilinadi. Tanish bilish orqali emas, rasmiy murojaat orqali yuring. Shunda sizda dalil bo'ladi. Huquqingizni himoya qilish osonlashadi. Men yana bir muhim narsani aytaman. Pensionerlar ko'pincha tortinadi. Borib ovora qilmay, men tushunmayman. Meni urishib berishadi. Men navbat ko'p, baribir foydasi yo'q deb o'ylaydi. Men ekspert sifatida aytaman. O'z pulingizni so'rash uyat emas. O'z stajingizni tekshirtirish uyat emas. O'z hujjatingizni ko'rsatib, menga tushuntirib bering deyish uyat emas. Bu sizning mehnatingiz, sizning yillaringiz, sizning huquqingiz. Keling. Yana bir nechta oddiy misol bilan mustahkamlaymiz. Bir pensioner 25 yil ishlagan, lekin pensiya tayinlashda o'rindosh yil hisobga olingan. Sababi 6 yillik ish joyi bo'yicha muhur-xira bo'lgan. Oila arxiga murojaat qiladi. Buyruq nusxalari topiladi, staj tiklanadi. Natijada pensiya biroz oshadi. Bu yerda sirli narsa yo'q, faqat hujjat topildi. Boshqa pensioner ayol 4 nafar farzandni tarbiyalagan. Lekin familiyasi turli hujjatlarda har xil yozilgani uchun ayrim ma'lumotlar bog'lanmagan. Tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi va pasport ma'lumotlari tartibga keltiriladi. Shundan keyin pensiya ishi qayta ko'riladi. Bu ham ko'p uchraydigan holat. Yana bir odam zararli sharoitda ishlaganini aytadi, lekin oddiy gap yetmaydi. Ish joyi haqiqatan ham imtiyozli ro'yxatga kirganmi, lavozimi mosmi, necha yil ishlagan, ish sharoiti hujjatda tasdiqlanganmi? Bular tekshiriladi. Agar hammasi mos kelsa, huquq paydo bo'lishi mumkin. Agar mos kelmasa, faqat og'zaki da'vo bilan natija bo'lmaydi. Shuning uchun men bugungi mavzuning asosiy xulosasini shunday aytaman. Pensiyaga qo'shiladigan pul faqat bitta nomdagi to'lov emas. Bu stajni to'g'rilash bo'lishi mumkin. Ish haqini qayta hisobga olish bo'lishi mumkin. Imtiyozli maqom bo'yicha ustama bo'lishi mumkin. Nogironlik yoki ijtimoiy holat bo'yicha qo'shimcha bo'lishi mumkin. Alohida kompensatsiya bo'lishi mumkin. Muhimi, pensioner o'z pensiya ishini tekshirtirmasa, bularning ko'pi ko'rinmay qolishi mumkin. Bugun men sizga bitta muhim fikrni yetkazmoqchiman. Pensiya tayinlangan bo'lsa, bu hamma narsa abadiy to'g'ri hisoblangan degani emas. Ish staji, ish haqi, arxiv hujjatlari, bolalarni parvarish qilish davrlari, nogironlik, imtiyozlar, qo'shimcha ustamalar va kompensatsiyalar alohida tekshirilishi kerak. Ayniqsa pensiyasi ham staji uzun,
eski ish joylari ko'p yoki hujjatlarda noaniqlik bor pensionerlar bu masalaga befarq bo'lmasin. Bugunoq yaqinlaringizning hujjatlarini ko'rib chiqing. Pensiya ishini tekshirtirish uchun murojaat qiling. Yozma javob oling va yetishmayotgan hujjatlarni yig'ishni boshlang. Har oy qo'shiladigan kichik pul ham yillar davomida katta mablag'ga aylanadi. Sizningcha pensionerlarga bunday qo'shimcha to'lovlar va qayta hisoblash imkoniyatlari yetarlicha tushuntirilyaptimi? Izohlarda fikringizni yozing. Videoni like bilan qo'llab-quvvatlang. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni albatta pensioner yaqinlaringizga yuboring.